Kafirun surasi Qurayshning olihasi ham ibodatdir, ham tijoratdir deydi. Bilmaysan. Onu aylantirmaydi. Hivor. Qul ya ayyuhal kafirun degan. Ey kofirlar deb ayting deyapti Alloh taolo. Alloh taolo oyat tushirdi. Tabbat yada degan ikkita qo'l. Abu Lahab dinga kirmaydi va Abu Lahab do'zaxga boradi deyapti. Rostdan Abu Lahabni boshi ishlaganda deydi. Eskicha degan so'z aytilganda shu islom dinini tushunishardi. Bu eskicha ham bir qildirib yoraylagan, bir o'ziga kelib ketar deb qo'yardi. Bu eskichadan maqsad Qur'on ekan. Mana e'tibor bersanglar, hozir odamlarimiz ibodat bor, ammo ibodatda halovat yo'q ko'pchilikda. Islom dini din deyiladi, qolgani din emas o'zi. Jannat yo'l bir dona bo'ladi. Alloh taolo sizlarga islom deyla rozi bo'ldim deyapti. Shu islom bilan bormasa, boshqa yo'li bilan jannatga borolmaydi. Vallohu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalatu vassalamu ala rasulina Muhammadinil amin va ala alihi va ashabihi va man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allohumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya robbil alamin. Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli jamoat, xayrli, nurli, barakatli kech. Alloh taolo bu kechamizni fayzli qilsin, barakatli qilsin. Mana shu yurib bosib kelgan qadamimizga Alloh savob bersin. O'tirgan majlisimizni Alloh taolo ilm majlislaridan, dunyo oxirat foydasi tegadigan majlislardan qilsin. Hamda bu yerdan qumu mag'furan lakum, gunohinglar kechirilgan holatda tarqalinglar degan jamoatlardan bo'lishligini Alloh taolo nasib qilsin. Bir kuni majlisga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kiradi. Majlisga kirib shunday o'tirishganda, keyin bilasizlar, mashhur hadis. Bir kishi kelib birinchi safga o'tiradi, eng yoniga, oldiga o'tiradi. Shu ma'ruza bo'layotgan joyga. Ikkinchisi kelib eshik tagida o'tiradi, orqada. Uchinchisi tashqariga qaytib chiqib ketib qoladi. Shu nimadan, majlisga qatnashmasdan. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aqbala va aqbalallohu alayhi deydi. Bu kishilar birinchi bo'lib eng oldiga keldi. Shuning uchun endi aqbala degani u yuzlandi, Alloh taolo ham unga yuzlandi. Yoki yaqinlashdi, Alloh taolo ham unga yaqinlashdi. Oldiga keldi, Alloh taolo uni oldiga bordi degan har xil ma'nolarda aytsa bo'ladi. Ikkinchisi uyaldi, Alloh taolo undan uyaldi deydi. Uchinchisi bosh tortdi, Alloh taolo ham undan bosh tortdi deydi. Shuning uchun biz majlisda nimani ko'ryapmiz? Shu har safar darslarimizda sekin shunaqa holat ko'ryapmiz. Keng bo'lib orqaga o'tirib yo o'zini tortishlik, bu uyalishlik bo'lib qoladi. Uyalishlik ilmni to'sadi. Jumada, bomdod, xuftonda yoki jamoatda yo ilm halqasi doim birinchi saf maqtalgan va oldi maqtaladi. Kimki jumaga erta kelsa, kimki bomdod namoziga emaklab bo'lsa ham kelsa, kimki ilm majlisida oldida o'tirsa degan masala. Namozni kech qolib qolsak ham o'qib turib yana oldiga o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Albatta ilm majlisi hech qachon bu yerdan biz 100% eslab qolib ketmaymiz uyga. 70 tushunib turamiz, 30 tushunmaymiz ham. Uyga qaytib ketgunimizcha 50, uyga borganda 30 qoladi. Bir-ikki kunlardan keyin bir 5% qolib qoladi. Agar yaxshi eshitsa, yaxshi eshitmasa, telefon o'ynab qaytib ketaveradi. Tushunmasdan qaytib ketib qoladi. Yoki ba'zan shunday holat bo'ladiki, bir eshitilayotgan masala qaytadan aytilayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun Alloh taolo va zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin degan. Eslatingki, eslatma mo'minlarga foyda beradi. Yangi ham bo'ladi ma'lumotlar. Agar yo'q yangi ma'lumot bo'lsa, bid'at bo'ladi-chi. Og'zini ochib qo'yadigan darajada bo'lsa. Lekin eslatiladi, mana shu eslatma mo'min musulmonga foyda beradi deb Alloh taolo aytayapti. Bugungi o'tgangi darsimizda yana davom bo'lar ekan. Qul ya ayyuhal kafirun. Kafirun surasi, Ixlos surasi deb aytdik va yana bir necha ismlar bor ekan. Mana shu surani ma'nolari bilan tanishishga harakat qilamiz. Tafsirini bir tushunishga harakat qilamiz. Albatta bu surani ichida ixtilofli so'zlar ko'p. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayting ey Muhammad alayhissalom, ey kofirlar deb ayting deyapti. Ya ayyuha 3 ta so'z arab tilida. Lekin ey kofirlar deb murojaat qilib ayting deyapti. La arab tilida yo'q degani. Ashhadu an la ilaha illalloh yoki la ilaha illalloh deb dinga kiramiz u. La degani yo'q degani. Hech qanday iloh yo'q. Illa Alloh bor. La ilaha iloh yo'qki illa yoki magar degani
illa Alloh. Allohdan o'zga iloh yo'q. An-nafi val isbat. Nafi degani hamma ilohlarni yo'q dedik biz. Hech qanday iloh yo'q. Illa bitta iloh bor. U ham Alloh. Shuning uchun mana kecha biz janozada ham aytib o'tdik jamoatimizga kalimatu tavhid, tavhid kalimasi va eng ulug' kalima shahidallohu annahu la ilaha illahu, birinchi bo'lib la ilaha illallohni Allohning o'zi aytgan. Val malaikatu va ulul ilm, so'ngra farishtalar, so'ngra ilm egalari, so'ngra boshqalar. La degani demak, hurmatli jamoat, uni arabcha ancha-muncha o'qiyotgan, eshitayotgan odamlar bo'lsa biladi. La yo'q degani. La ilaha illalloh eng ko'p ishlatgan kalimamiz yoki ashhadu an la ilaha illalloh azonda ko'p aytiladi yoki oxirida, azonda oxirida la ilaha illalloh deb tugaydi. O'sha la degani yo'q. Iloh yo'qki, illa Alloh bor. Yolg'iz Alloh bor degan ma'no. Qul ya ayyuhal kafirun tarjimasi, tafsir emas, tarjimasini aytyapmiz. Qul deganini ko'p eshitgansizlar. Ayting degani. Qul huvallohu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun. Suralarda boshida 4 surada boshlangan, ammo orasida o'ta ko'p kelgan. Qul uhiya ilayya. Qul ya ayyuhal kafirun. Nido bilan ayting. Qul ayting degani. Yoki arab tilida ko'proq ayt degan ma'no bildiradi. Arab tilida nima sellashlik ko'p. Ayyuhal kafirun. Ey kofirlar deb ayting. Ey Muhammad alayhisalom. La a'budu ma ta'budun. Sizlar ibodat qilayotgan narsaga men ibodat qilmayman. Shuning uchun suraning nomi Ixlos yoki tavhid deyiladi. Wala antum aabiduna ma a'bud. Sizlar ham men ibodat qilayotganga ibodat qilmaysizlar. Wala ana aabidun ma abattum. Takror, men sizlar ibodat qilayotganga ibodat qilmayman. Wala antum aabiduna ma a'bud. Bu ham takror. Sizlar ham men ibodat qilguvchi bo'lgan zot Alloh taologa ibodat qilmaysizlar. Lakum dinukum waliyadin. Sizlar dininglar o'zingizlarga, meni dinim o'zimga. Bu tarjimasi. Biz aytdikki, o'tgangi safargi nimamizda kofirlar kelishdi. Bular 4 ta ekan. Ismlari Valid ibn Mughira, Asi ibn Voil, Al-Aswad ibn Abdul Muttalib, Umayya ibn Khalaf. Bir rivoyatda yoki boshqalar. Kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga shu oxir bir kelishaylik deydi. Dedi, ey Muhammad, sen bir yil bizni Xudoyimizga, ilohga, balki oliha deyiladi, ilohlarimizga ibodat qil dedi. Keyin bu yerda bir ajoyib so'z borki, ularni ilohlari bilan bo'lgan muomalati buzuq. Bizda Alloh taolo bilan bo'lgan muomalamiz buzuq emas. To'g'ri, bizniki. Ularni olihalari bilan, haligi Risola degan kinoni ko'rsanglar, Qurayshning olihasi ham ibodatdir, ham tijoratdir deydi. Shunaqa gaplar o'zlari aytib yuradi. Ularni olihalari yoki ilohlari bilan bo'lgan muomalalari buzuq. Nimaga desa, buni o'ta ko'p nima ko'rinishlari bor. Masalan, ular o'zlarining ilohlarini o'zlari qo'li bilan yasab olgan. Xurmodan bo'lib yasasa, keyin shu xurmoni qornimiz ochganda yeb qo'yardik deb johiliyatda kulib eslashar ekan. Xurmodan but yasar edik, shu razmeri qanchadir katta kichkina bo'ladi, qo'limizdan kelgancha qo'l oyoqlarini qilib yasar edik. So'ngra unga ibodat qilar edik, so'ngra qornimiz ochgandan keyin biz uni yeb qo'yardik deydi. Demak, ularning olihalari bilan bo'lgan muomalatlari buzuq. Yoki nima deydi? 7 ta yoki nima deydi desangiz 365 ta yoki har xil narsalarga iloh qilib olgan. Bir iloh yo'qda, bunisi bu vazifani bajarib beradi, bunisi bu vazifani bajarib beradi, bunisi boshqa vazifani bajarib beradi deb o'zi xudosini tayini yo'q. Muomalasi ham yaxshi emas. Iloh bilan aloqasi ham buzuq. Ikkinchi tarafi aloqasi undan ham buzuqligi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kelib aytgan shu gapida. Bular aytayapti, sizlar deyapti, bir yil bizni Xudoga ibodat qilinglar deyapti. Keyin bir yil biz sizlarga o'zimizni Xudo tashab, sizlar Xudolarga ibodat qilamiz deyapti. Buni juda qiziqligi, botilligi o'zlari guvohlik o'tyapti. Qanday qilib desangiz, bir yil deyapti, biz o'zimizni Xudoga ibodat qilmay turamiz, shunga biz rozimiz. Biz bir yil sizlarni Xudolarga ham ibodat qila olamiz deyapti. Bu degan nima degan desa, o'zi dinida shubhasi bor degan. Qanday qilib Xudosini inson bir yil tashab qo'yadi? Masalan, birov namoz o'qimayapti.
Rossiyaga boradimi yoki bir ish bilan mashg'ul bo'ladimi, namoz o'qimayapti, nimadir namozi qoldi, lekin yolqovlikdan va qiyinchilikdan Xudoni tashlamaydi hech qachon. 70 yil esizir bo'ldi, hech kim dindan chiqmadi. Mana G'azzoda qancha urush bo'lyapti, hech kim dinini tashlab yahudiy bo'lib ketgan yo'q. Yoki chetda yursa yoki boshqa qilsa, inson gunoh qilishi mumkin. Kamchilik, xato qilishi mumkin, lekin dinini tashlamaydi. Ular nima deyapti? Biz 1 yil dinimizni tashlaymiz deyapti. 1 yil Xudoyimizga ibodat qilmaymiz, kelishim tuzamiz deyapti. Hivor, dialog chiroyli chiqadi, ya'ni ikki taraflama muomala. Arab tilida shunaqa bir qoida bor, mayli uni ham bir maqollarimiz, masalan, ikki taraflama bo'lgan narsani hivor deydi arab tilida, ikki kishi o'tirib gaplashishligini. Qayerdan keldi bu gap? Esda qoldimi? Kofirlar bilan, Makkaning mushriklari bilan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelishim, qandaydir ikki taraflama shu suhbat, muloqot, muomalat, hammasi arabcha so'zlar bo'lyapti, ikki taraflama. Ular o'zini Xudosini 1 yilga tashab ketganda rozi. Biz aytyapmizki, musulmon inson dinida xato qiladi, lekin dinidan chiqib ketmaydi. 70 yil esir kelsa ham dinidan chiqib ketmaydi. Benamoz bo'lib qo'yishi mumkin, bitta gunoh qilib qo'yishi mumkin, xato qilib qo'yishi mumkin, kamchilik qilishi mumkin. Dinini tashlamaydi. Ular nima qilyapti? Dinini 1 yil tashlab qo'yishga rozi. Agar kelishimga qo'l qo'yilib qolsa, har yili 1 yil tashlab, 1 yil tashlamay, 1 yil tashlab, 1 yil amal qilishlikka rozi. Tafsirda aytadiki mufassirlar, musulmon inson dinidan bir marta chiqsa, bu nima deyiladi bu? Murtad, mushrik bo'lib qoladi. Dinidan chiqsa, bir amalni bajarmay qo'ysa emas, dinidan chiqsa, inson musulmonchilikdan chiqib ketib qoladi. Murtad bo'lib qoladi bizda. Ularda bo'lar ekan. Ular dinini 1 yil tashlab qo'yishlikka rozi va shunga kelishim tuzish uchun 4 tasi kelyapti. Kelib Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga aytib, kelishaylik mana. Xohlasang, mana o'tgan darsda aytib berdik. Qizlarimizni eng yaxshisiga seni uylab qo'yaylik. Boyligimizni senga beraylik. Boshchimiz bo'l, xohlasang pullar beraylik. Yana nima berasizlar? Hamma narsa beramiz. Yo'q, din evaziga dedi, yo'q, din yo'q dedi. Alloh taolo oyat tushirdi. Qul ya ayyuhal kafirun dedi. Ayting, ey kofirlar deb ayting dedi. Ikkinchi bir ajoyib so'z borki bu yerda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo Ud'u ila sabili robbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wa jadilhum billati hiya ahsan degan oyat tushirgan. Alloh taoloning yo'liga bil hikmati, hikmat bilan da'vat qiling. Wal mau'izatil hasana, go'zal mau'iza yoki ma'ruza bilan da'vat qiling degan. Go'zal yo'l bilan da'vat qilinadi. Urib tepib da'vat qilmaymiz, birodar. Go'zal yo'l bilan da'vat qilinadi. Lekin deydi ulamolarimiz, nima uchun bu yerda deydi Alloh taolo, "Ey kofirlar" deb ayting deyapti. Chunki ular o'zlari dinni tashlashga da'vat qilib qo'yishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga dinni qo'ying, shu islom dinini qo'ying-da, siz bizni dinga o'ting deganday qilib ular nima qilishdi? Da'vat qilishdi. Shuning uchun bu yerda qo'pol muomala bo'lgan. Qul ya ayyuhal kafirun, ey kofirlar deb ayting degani bu qo'polroq. Qul huvallohu ahad degani qo'pol emas. Ayting Alloh yolg'izdir. Qul a'udhu bi robbil falaq. Falaq degan ertalabda tong ottiruvchi bo'lgan Rob Alloh taoloning nomi bilan, ularda qo'pollik yo'q. Ayyuhal kafirun. Ey kofirlar deganda nima bor desa, qo'pollik va dag'allik bor. Har doim yumshoqlik bo'lmaydi. Qandaydir o'rinda shunday bo'lib qoladi. Shuni bittasi mana Qur'oni Karimdagi Qul ya ayyuhal kafirun degani. Ey kofirlar deb ayting deyapti Alloh taolo. Nima uchun deydi ulamolarimiz, Alloh taolo Qul ya ayyuhal jahilun deb aytmadi. Ey johillar deb aytmadi-da, Qul ya ayyuhal kafirun dedi. Desa, boya men 4 tasini ismini o'qib berdim sizlarga. Shu 4 tasi endi tushunishga harakat qilasizlar. Ya'ni har safar aytganda o'zim tushunib qaytib ketib qolmayman. Mana shu 4 tasi keyin ham dinga kirmagan. Buni misoli tabbat yada abi lahabin va tab. Ma aghna anhu maluhu va ma kasab sayasla naron. Abu Lahabni Alloh taolo Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam endi dinni da'vat qilganidan keyin Abu Lahab chiqib o'zining qarindoshi, ichingdan chiqar dushman deydi-yu. O'zining qarindoshi, amakilari, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakilari kelib tabballaka sa'iral yawm dedi. Ey Muhammad, qo'llaring qurib ketsin dedi. Ali hada jama'tana dedi. Bizni shuning uchun to'plading shu yerga, shuning uchun jamlading. Shu Xudo bor deyapsan, endi sen dedi. Ichimizdan chiqib sen bizni qarindosh chiqib nima endi payg'ambarman deysan dedi. Tabban degan so'zni ishlatgan, qo'ling qurusin degan. Alloh taolo oyat tushirdi. Tabbat yada degan ikkita qo'l.
Tabbat yadun degani bitta qo'l. Tabbat yada ikkita qo'l. Abu Lahabni ikkala qo'li qurib ketsin va qurudi ham va tez orada o'tga boradi deyapti. Shu joyda ulamolarimiz aytadiki, Abu Lahab dinga kirmadi. Qur'onni teskari qilmoqchi bo'lganda Abu Lahab men iymon keltirdim, mana Qur'oning teskari bo'lib qoldi deb aytgan bo'lardi. Alloh taolo Abu Lahab dinga kirmaydi va Abu Lahab do'zaxga boradi deyapti. Rostdan Abu Lahabni boshi ishlaganda deydi. Albatta Qur'onga qarshi kela olmaydi. Alloh taolo g'aybni bilgan, Abu Lahab dinga kirmasligini bilgan. Shuning uchun Abu Lahab do'zaxga aniq boradi deyapti Alloh taolo. Shundan keyin qancha yashadi Abu Lahab? Bir kun aytaman turib, yo bitan keyin aytmadi-da, men dinga kirdim, meni nomimga tushgan sura endi mana Qur'on teskari bo'lib qoldi-yu demadi. Xuddi shuni singari. Nima uchun deydi ulamolarimiz? Qul ya ayyuhal jahilun, ey johillar deb xitob qildirmadi-da, qul ya ayyuhal kafirun dedirdi desa, Alloh taolo g'aybni bilgan. Boyagi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan kelishim tuzmoqchi bo'lib kelgan 4 ta kofirlik bo'yicha o'lgan. Ular islomga kirmadi. Shuning uchun mufassirlar aytadiki, ayyuhal kafirun deganda hammami? Ha, hamma. Mana shu 4 talasimi? Ha, mana shu 4 talasi. Yo'q, islomga kirmasdan o'tib ketganlarmi? Ha, islomga kirmasdan o'tib ketganlar. Boya men dars boshida aytdim, ixtiloflar bor deb. Shu 3 ta ixtilof tavsiylarga aytib berdim. Hamma kofirlarga tushganmi desa, ha deymiz. Shu 4 tala kofirga boyagi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kelib, keling bir yildan kelishim tuzib olaylik. Bir yil u yoqda, bir yil bu yoqda yuraveramiz. Bir yil siz bizga o'tasiz, oq teraman ko'k terakka o'xshab. Bir yil biz sizga o'tamiz deganga tushdim desa, ha deydi. Musulmon bo'lib turib keyin dindan chiqib yoki umuman dinga kirmay o'tib ketgan kofirlarmi desa, ha deb javob beramiz ekan. Al-muhim, Alloh taolo saqlasin. Qul ya ayyuhal kafirun. Ey kofirlar dedi. Kofir degan so'zni aytib bo'lmar ekan deydi. Bizda bir shunday ba'zan eshitib qolardik, oldingi so'zlarimiz ham yo'qolib boryapti, e'tibor bersanglar. Eskicha degan so'z bo'lardi, bilamdinglar? Eskicha qilib yuborish kerak ekan, eskicha o'qitib yuborish kerak ekan deb shu eshitsang bir aqling ketib, jahling chiqadigan so'z bor edi. Bir eskicha ham qildirib yuboraylik endi hech bo'lmadi deb qo'yishardi. Katta kampir yo bo'lmasam chol yo o'zimiz biz eshitdik-da, shuni oxirgi avlod biz bo'lsa kerak. Bir eskicha ham qilib yuboraylik. Esking nima u desa, eski islom ekan shu. Qur'on eskicha ekan. Oldin odamlarning aqlida, miyasida eskicha degan so'z aytilganda shu islom dinini tushunishardi. Bu eskicha ham bir qildirib yuboraylik endi, bir o'ziga kelib ketar deb qo'yardi. Bu eskichadan maqsad Qur'on ekan. Bu qanday eskicha bo'ladi? Eng yangisi Qur'on o'zi aslida. Dinlarda nihoyasi islom, payg'ambarlarda nihoyasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, kitoblarning oxiri Qur'oni Karim. Eng ulug'i ham shu. Innad-dina indallohil islom. Allohning huzuridagi din islom. Alloh taolaning huzuridagi eng ulug' kitob Qur'on va Alloh taolaning huzuridagi eng ulug' payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Shuni esdan chiqarmang. Eskicha deydi. Hozir shu lug'atlar yo'qolib qoldi. Hivor deb boya biz aytayotdik. Masalan, suhbat qilayotgan paytda ba'zi bir odamlar bilan suhbat qilayotganda aqlga to'g'ri keladigan, mumkin bo'lsa bo'ladigan narsa bilan suhbat qilish kerak-da. Bularda hozir qilayotgan suhbati bizni dinimizga 1 yil siz o'ting, sizni diningizga 1 yil biz o'tamiz degan suhbati aql qabul qilmaydigan suhbat. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sulhul Hudaybiyaga kelishimga qo'l qo'ydi. Shuni kelishamiz dedi. Umar roziyallohu anhu unamadi, lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sulhul Hudaybiyada xo'p dedi. Bir necha bandlari bor edi. Bizdan kelganda o'zimizga qaytarasiz, sizdan kelganda o'zimizga olib boramiz. Dinida bo'lib tursa, boshqa holatda bo'lib tursa, kelishim tuzsa bo'ladi. Lekin bu kelishimni deydi ulamolar, tuzib bo'lmaydi buni. Nimaga? Iymon bilan kufr haqida so'z ketyapti. Yo musulmon bo'lish kerak, yo dindan chiqish to'g'risida ketyapti. Shunga o'xshagan suhbat bo'lgan, eslasanglar. İbrahim alayhissalom bilan Namrudning o'rtasida suhbat bo'lgan. İbrahim alayhissalom aytdiki, Alloh taolaga da'vat qildi, hamma o'sha ishlar bo'ldi, ma'lum va mashhur masala. İbrahim alayhissalom nima dedi? Alloh taolo tiriltiradigan yuhyi va yumit. Qala ana uhyi va umit dedi. Namrud aytdi, men ham tiriltiraman, o'ldiraman dedi. Qamoqdan ikkitasini olib chiqib, bittasini o'ldirib yubordi, bittasini ozod qilib yubordi. Bu tushunmayapti suhbatning mohiyatini. Shunda oxirgi javobda aytdi Ibrohim alayhisalom: "Fa innalloha ya'ti bish-shamsi minal mashriqi fa'ti biha minal maghrib fa buhita allazi kafar." Alloh taolo quyoshni sharqdan chiqaradi dedi. Bu taraf sharq.
Sen qo'lingdan kelsa quyoshni g'arbdan chiqar dedi, botadigan taraf. Fa buhitallazi kafar. Fa buhita degani jim bo'lib qoldi degani. Gap topolmay qoldi degani. Ovozi o'chib qoldi degani. Inqata kalamuhu, gapi uzilib qoldi degani. Qanday qilib quyosh chiqaradi endi? Xuddi shuni singari quyoshni g'arbdan chiqara olmaganda singari Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi, eshitib olgandan keyin. Gapirib bo'ldinglarmi dedi, gapirib bo'ldik. Quyoshni 10 yelkamga, oyni chap yelkamga qo'ysanglar yoki shunga o'xshagan qanday holat bo'lsa ham, men islom dinidan chiqmayman. Sizlar dinga kirsanglar yaxshi. Lakum dinukum waliyadin degani mana shu joyda ko'rinadi. Qul ya ayyuhal kafirun. Ey kofirlar deb ayting. Kofir degan so'zni arab tilida bir necha ma'nolari bor. Dehqon degan ma'nosi ham bor. Tilni ichiga kirsangiz shunaqa so'zlar kelaveradi. Dehqon bizning so'z emas. Dehqon degani bir qishloqni boshchisi, raisi degan ma'noni bildiradi. Lekin biz dehqon desak, hozir oxirgi odamni tushunyapmiz. Agirot qiladigan, o'sha ziroat qiladigan odamni tushunyapmiz. Dehqon. Bir ma'nosi shu. Ketmon deganda dehqon ketmon ishlatadi. Qarang endi ancha-muncha lug'atlarda aytib ketaman sizlarga. Ketmon u ham arabcha so'z. Kattalar deysizlarmi deganda? Katmoni bo'lar deysizlarmi? Ketmon bilan katmonni farqi bormi? Katmonni bilasizlarmi? Katmon. Mana cho'ntagida turadi, bu yerda ichini ochib, pul solib bekitib qo'yadi. Shuni katmon deydi. Chopib, urug'ni solib bekitib qo'yadiganda ketmon deydi. Ikkalasi ishi bir xil ekan. O'sha katmonini olib ichiga pul solib bekitib qo'yganda nima deydi? Katmon deydi. Bizni ishlatayotgan ketmonni olib urug'ni solib yopib qo'yishlikni ketmon deydi. O'zi ikkalasi ham ati aytilmaydi, vazifasi aytiladi. Yashirishlik degani. Dehqonning ishi shunaqa. Dehqon ham kafara degani bekitdi, yashirdi degani. Misrda bittasi masala qilyapti. Bu kofirlar jannatga kirmaydi debdi-da. Ikkinchi ma'nosi dehqon deganda qishloqda masala qilayotgan ekan. Tushmaydi debdi minbarga jamoat. Dehqonlar jannatga kirmaydi deb tushunib olganda ular. Kufr degan so'zi o'sha bir necha ma'nolari bor. Ayyuhal kafirun degani islom dinida bo'lmagan, barcha islomdan tashqari narsani e'tiqod qilayotgan odamlar hammasini kofir deymiz deydi ulamolar haligi jamlangan so'zda. Musulmon mas bo'lgan, islom dinida mas bo'lgan, boshqa qanday dinda yurgan bo'lsa ham o'sha odamni nima deydi? Kofir deydi. Din degan so'zni aytdiga. Din nima degani? Qarang. Har kun o'qiyapmiz-a. Maliki yawmiddin. Din so'zini mashhur 5 ta ma'nosi bor. Mashhur 2 ta ma'nosi bor. O'zi 5 ta va undan ko'p ma'nolari bor. Din so'zi. Meni dinim islom. Yoki bir odamga aytayotganingizda siz bu odam dindor deysiz. Yoki savol bermoqchi bo'lsangiz, qaysi dindansan deb so'raysiz. Din so'zining ma'nosi nima? Islom dini, Hristiyan dini yoki din degan so'zning ma'nosi nima desa, Maliki yawmiddin. Ad-din huval jaza deydi ulamolarimiz. Mukofot, sovg'a, mukofot yoki jazo beradigan kun. Dindan maqsad qiyomat. Dindan maqsad jazo yoki mukofot deydi bir so'z. Mana Fotihadagi Maliki yawmiddin degani jazo va mukofot kunining podshosi. Bu Alloh taolo. Uni biz har kun o'qiyapmiz. Ikkinchi din so'zining ma'nosi yo'l. Bu meni yo'lim degani. Lakum dinukum waliyadin. Sizlarning dininglar o'zingizlarga, meni dinim o'zimga. Chunki Kafirun surasida din degan kalima ishlatilyapti. İyyâke na'budu va iyyâke nesta'in ihdinas siratal mustaqim. O'sha din so'zdan keyin biz nima qilamiz? Duo qilamiz. Aytayaptiki, qul ya ayyuhal kafirun. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, ey kofirlar deb ayting. La a'budu ma ta'budun. Sizlar ibodat qilayotgan narsaga men ibodat qilmayman. La a'budu ma ta'budun. Sizlar ibodat qilayotgan narsaga men ibodat qilmayman. Bu
deydi ulamolarimiz. Takror kelganligi uchun birinchisi tarixda, moziyda, o'tgan zamonda. Qanday qilib desa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hech qachon boshqa dinga ibodat qilmagan. Masalan, sahobalarni dinga kelishdan oldin butlarga sig'ingan holatlari kuzatilgan yoki boshqa holat, lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda umuman kuzatilmagan ekan. Birinchi kelayotgan la a'budu ma ta'budun. Avval men ibodat qilmadim. Ikkinchisi la a'budu ma ta'budun. Bundan keyin ham hech qachon ibodat qilmayman degan ma'noni bildiradi. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sizlar ibodat qilayotgan narsaga men ibodat qilmayman. Ibodat nima degani? Ana o'zimizda ham ko'p shunday so'zlar bo'ladi. Ibodatingni qil deymi? Bu ibodatga mahkam ekan, buni ibodati zaif ekan, ibodatsiz odam ekan, ibodati chiroyli ekan. Ibodat nima degani desa, ibodat degani har bir Alloh taolo rozi bo'ladigan va Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radigan harakat yoki so'z ibodat deyiladi. Qisqaroq tushunchasi bu. Nima harakat qilsangiz ham Alloh taologa yoqsa, shu ibodat. Nima so'z aytsangiz ham Alloh taologa yoqsa va rozi bo'ladigan bo'lsa, shu ibodat. Teskarisi bilan. Qaysi harakat Alloh taologa yoqmayapti? Ibodat emas. Qaysi so'z Alloh taologa yoqmayapti? Ana u ham ibodat emas bo'lib hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, la a'budu ma ta'budun. Sizlar ibodat qilayotgan narsaga men ibodat qilmayman. Va la antum abiduna ma a'bud. Buni tafsirini aytdik. Demak, sizlar ham ibodat qilmaysizlar. Va la ana abidun ma abattum. Qur'onda shunday bir qoida bor. Ba'zi ulamolar aytadi, takrordan maqsad nima deydi? Desa, mufassirlar aytadiki, takrordan maqsad ta'kid deydi. Ta'kidlab qo'yishlik shu so'zni. Bu ham shunaqada, uni kalla bir yoqqa tortadi, bosh. Ta'kid ham arabcha so'zda. Nima? Lug'atdan gaplashamiz bugun. Ta'kidlab qo'yish nima degani? Miyani qotiraylik bilasa. Ayniqsa tafsir aytsangiz hammasi shu arabcha chiqadi. Ta'kid. Ta'kidlash degani, buni ruschasi ham chiroyli. Lekin eslatish esdan chiqqanda eslatishda bir so'zni ta'kidlash, qayta ta'kidlash. Ha? Tasdiq. Arabcha. Tasdiq iymonda tasdiqlaydi bu narsani. Ta'kid bir so'zni qayta aytishlik. Alloh taolo bu Kafirun surasida e'tibor beriladi. Va la antum abiduna ma a'bud va la ana abidu ma abattum va la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Takror kelyapti. Ta'kid. Takrordan maqsad ta'kid deydi ulamolarimiz. Ar-Rahman surasini bilamiz. Fa bi ayyi ala'i robbikuma tukazziban fa bi ayyi ala'i robbikuma tukazziban fa bi ayyi ala'i robbikuma tukazziban. Takror bor. Ta'kid deydi ulamolarimiz buni. Yoki alam nashrah laka sadrak nima deydi? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Yoki Voqiya surasida yoki Mursalat surasida. Mursalat surasida ham Alloh subhanahu va taolo oyatlarda nima qiladi? Takror keltiradi. Takrordan maqsad nima desa, boya aytdik-ku, tushungancha tushunib olasizlar. Takrordan maqsad ta'kidlash. Shu ma'noni muhimligini bildirish deydi ba'zi bir ulamolarimiz. Ikkinchi la a'budu ma ta'budun, bundan keyin ham umid qilmanglar, hech qachon butlarga, shirk bir narsalarga men ibodat qilmayman degan ma'noni bildiradi deydi. Bu ikkinchi mazhabdagi ulamolar. Ikkinchi mufassirlar. Biz bilamizki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam avval ham hech qachon but sanamlarga sajda ruku qilmagan va islom dinidan keyin umuman payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam but sanamlarga ruku, sajda, ibodat qilmagan. Balki Makka fath bo'lgandan so'ng 360 ta bo'lgan o'sha butlarning hammasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshlab beradi. Boshqalar hammasi nima qilishadi? Makka mukarramani, Ka'bani, butun jaziratul arab keyinchalik butlardan tozalanib, pokilab qo'yiladi. Lakum dinukum waliyadin. Ikkinchi ma'noda tushunsak agar, din so'zini men ma'nosini aytib berdim. Sizlarning yo'linglar o'zinglar bilan, meni dinim o'zim bilan. Inson dini bilan aziz bo'ladi. Dini bilan obro'si baland bo'ladi. Bu dunyoda ham, oxiratda ham. Umar roziyallohu anhu o'sha mashhur aytgan so'zi. Bizga shunday ne'mat berilganki, biz shu bilan aziz bo'ldik degan. Qur'on ne'matini tashlaydigan bo'lsak, bizni azizligimiz xorlikka aylanib ketadi dedi. Al-ibadatu
aslul ibadati mabniyun ala al-ikhlas. Ibodatning asli ixlosga qurilgan. Qaysi insonning qalbida ixlosi bo'ladigan bo'lsa, shu inson ibodat qilayotganda charchamaydi. Mana e'tibor bersanglar, hozir odamlarimiz ibodat bor, ammo ibodatda halovat yo'q ko'pchilikda. Ibodat bor, namoz bor, juma bor, tahorat bor, ruku sajda bor, qiroat bor, halovat yo'q. Nima sababdan desa, ixlos kamligi sababdan ekan. Shu ixlosni ko'paytirishga harakat qilish kerak. Qanday qilib desa, xolisan lillah. Alloh taoloning rozichiligi uchun, xolisligi uchun bo'lish kerak. Alloh taoloning rozichiligi uchun yoki xolis bo'lmaydigan bo'lsa, inson o'sha qilayotgan ibodatdan mazasini topolmaydi. Alloh taolo hammalarimizga ham tavfiq bersin, hidoyat bersin. Mana shu Qur'oni Karimni tushunishlikka, amal qilishlikka Alloh taolo hammalarimizga ham fahm farosat bersin. Yana bir marta buni tarjimasini aytib beramiz. Tafsir emas, tarjimasini. Bismillahirrohmanirrohim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayting ey Muhammad alayhissalom, ey kofirlar deb ayting deyapti. La a'budu ma ta'budun. Men sizlar ibodat qilayotgan narsaga ibodat qilmayman. Wala antum abiduna ma a'bud. Sizlar ham men ibodat qilayotgan narsaga ibodat qilmaysizlar. Wala ana abidun ma abattum. Men sizlar ibodat qilayotgan narsaga ibodat qilmayman. Wala antum abiduna ma a'bud. Sizlar ham men ibodat qilayotgan Alloh taologa ibodat qilmaysizlar. Lakum dinukum waliyadin. Sizlarning dininglar o'zingizlarga, meni dinim o'zimga deyapti. Alloh taolo Qur'oni Karimda innad dina indallohil islam dedi. Boshqa oyat karimada va raditu lakumul islama o'z nomi bilan dina. Allohning huzuridagi din islom dini. Oli Imronda va raditu lakumul islama dina. Men sizlarga islom dinini rozi bo'ldim dedi. Biz haligi din so'zini bir necha ma'nolari bor dediku. O'sha bir necha ma'nolar bor deganimizdagi din bilan narigi dinning muqobiliga to'g'ri keladimi desa, yo'q, dinga din hech qachon to'g'ri kelmaydi. Ba'zi ulamolarimiz aytgan. Islom dini din deyiladi, qolgani din emas o'zi. Islom din deyiladi. Qolganlari din emas. Xohlagan diniga kirib ketishlik yo'q. Yoki bir bunday bir nima ishlar bo'ldi. Eshitdinglarmi yo'qmi bilmaymiz. Shu bir imoratda shu juda harakat qilishdi, o Dubay degan yerda. Dubay degan yer bor. Ancha-muncha nasroniy, yahudiy dindan chiqqan buziylar yetolmaydi ular qilayotgan hali harom hadis ishlarga. Shunday ishlar qilishadi ular. Uzun oq ko'ynagini kiyib ham ish qilib yuraveradi. Ularni ko'rgan odam arab ekan bu deydi. Arab bo'lsa nima bo'pti? Shular Baytul Ibrohimiy degan narsa qurishdi. Bir burchagini qarasangiz masjidga o'xshaydi. Narigi tarafini qarasangiz cherkovga o'xshaydi. Bu tarafdan qarasangiz sinagoga deydi, nima yahudiylarning haligina ibodatxonasiga o'xshaydi. İbrahim alayhissalom hammamiz payg'ambarimiz deb turib nomini Baytul Ibrohimiy deb qo'yishdi. İbrahim alayhissalom İso alayhissalomdan ham, Musa alayhissalomdan ham oldin bordi, 4,5 ming yil bo'ldi u payg'ambarga. Bizni jamlaydigan İbrahim alayhissalom Baytul Ibrohimiy deymizda, Dinul Ibrohimiy deb hammamiz Ibrohimning diniga o'tamiz deydi. Nimaga desa, musulmonlar ham Ibrohim alayhissalomni yaxshi ko'radi. Xristianlar ham Abraham deydi. U yahudiylar ham Abraham deb hammasi shuni yaxshi ko'radi dedi. Ya, unaqa hurriyatul adyan yo'q. Laqad kafarallazina qalu innalloha salisu salasa. Kofirlar aytdi, Xudo 3 ta deb aytdi. Bu xristianlarga. Yahudiylar aytdi deyapti, Uzayr ibnulloh. Bularda hammasi dindan chiqqan musulmon emas. Hurriyati din yo'q, din bitta. Din bitta. Innad dina indallohil islam. Allohning huzuridagi din islom. Va raditu lakumul islama dina. Men sizlarga islom dinini rozi bo'ldim degan. Jannatga hamma yo'llar bilan borish mumkin degan, faqat musulmon bo'lib turib boradi o'sha yo'lga. Musulmon bo'lmay turib bormaydi. O'zi musulmon degan so'zning ma'nosi ham vasammakum muslimin degan. Ibrohim alayhissalom ham men musulmonman degan. Iso alayhissalom ham men musulmonman. Musa alayhissalom hammasi o'zining davrida to'g'ri bo'lgan. Ammo hozir 1400 yildan beri islomdan boshqa din yo'q. Islom dinidan boshqa din yo'q. Jannatga yo'l bir dona bo'ladi. Alloh taolo sizlarga islom dinida rozi bo'ldim deyapti. Shu islom bilan bormasa, boshqa yo'li bilan jannatga borolmaydi. Vallohu a'lam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.